Kosmetologga chopib borishni unuting qizlar. Yuzingizni chaqaloq yuziday tiniq oppoqina qilishni o'rgataman ha sizga. O'sha quyoshlar yaqinlashyapti. Shu suv kokos bor-ku, kokos yong'og'ini suvi erib ichib qo'ymasin deb yashirib yuribman. Rosa shifoli lekin. Bunga qatiq yoki yogurt aralashtirasiz. Bu kremni hech qayerdan topa olmaysiz qizlar. Tabiiy krem, tabiiy. Ajinlaringiz bormi? Yuzingizni namlantirib turadi hamda. Asaldan yarim qoshiqcha solasiz. Endi sochlaringizni tepaga ko'tarib, boyagi qimmat kremsi bo'lgan maskamizni surib boshlaymiz qizlar. Nozik harakat. Qarang, yaxshilab surib oldim. Endi 20 minutcha kutamiz. Yuzimga maska qilib olay degancha o'g'limga harnib bersam, to'kib o'tiribdi qizlar yostiqqa. Qarang. Yaxshi ham O'zbekistondan o'shani olib kelgan ekanman bavini. Bir qoshiqcha olamiz. Nega ko'pirmayapti demang qizlar, chunki siz qaynoq suv solmayotgan bo'lishingiz mumkinmi? O'shani ustiga to'king bir qoshiqchangizni. Endi qaynoq suvingizni qarang, ustiga to'kyapman. Hozir birdan-birga ko'pirib boshlaydi bu. Qarang. Bir choynakcha qaynoq suv qo'ydim. Pishillab ko'pirishini ko'rsatay sizga. Ishonmaganlar uchun. Shuncha O'zbekistondan olib kelyapmiz. Qaynonam ham shunga o'rganib qolgan. Mana. Qani, dog'i ham qolmadi-ku 1 minut ichida, ko'ryapsizmi? Hech narsasi qolmadi qizlar. Mana qizlar yuzimni yuvib keldim hozir. Kirimni ham yuvib bo'ldim. Yumshoqqina bo'ldi yuzim. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.